Hammanglar mana chegirma dedinglar. Chegirmani bombasi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Jamshid Chimgan. Bugun obzorimizda GD 504 traktorlarimiz aksiyaga tushdi. Videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi videomizni obzor bilan emas, narx bilan boshlaymiz. GD 504 traktorimizning narxi $11.500 edi. Hozir aksiyaga tushdi. 11.000 qilib beramiz. To'xtang Jamshid boy. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yengillikni eshitmadingizmi? Yo'q. Birinchi 15 ta oladigan xaridorga GD 504 ni 10.700 qilib beramiz, 11.000 emas. Kelinglar, xarid qilinglar. Obzorni boshladik. Mana endi sizlar bilan obzorni boshlaymiz. GD 504 yangi model Chimganda. Endi motor qismini tanishtirib o'tmaymiz, lekin bir ro ko'z yugurtirib chiqamiz sizlar bilan. O'sha rul gidrobachoga 120 talik akkumulyator, radiator, bu hammasi antifriz suv emas akalar. Undan tashqari motor Vichay 498 dvigatel bilan jihozlangan. Ikkita insha, bu ikkita insha, ya'ni orqada ham bosadigan silindri bor, shuni hisobiga. Baki 60 talik, buniki tepada emas, shu ustida joylashgan. Endi gulishtil, pulishtil hammasini bilasizlar, oldi tortadi. Endi bunda yana bitta yangilik akalar, o'zingizlarning talabingizga binoan vazdushniy filtrni biz maslinniy emas, vazdushniy qilib zakaz qilingan. Keyin oldi ballonlariga ahamiyat berib o'tamiz. Doim bitta mijozlarimiz so'ragan talab binoga nisbatan oldingi modellarimizda oldi 7.5-16 bo'lsa, bu 8.3 ga 20, ya'ni kattaroq, ustkiroq. Masalan 60-70 qator orasiga 100% tushadi. Ekiningizga ziyon yetkazmaydi. Bemalol yuraveradi. Faqat ballon diametri kattaroq. Orqa ballon o'sha standart qolgan 11.2 ga 28, orqa ballon o'zgarmagan. Og'irligini ham aytib o'tamiz. O'sha S variantimiz bilan bir xil og'irlikda 1 tonna 800 kilo. Kelasizlar, xudo xolisa xarid qilaverasizlar. Endi hozir orqa qismi va o'rindiq qismini ham bir ko'rib chiqamiz. Endi o'rindig'iga keladigan bo'lsa, akalar, kelasizlar, bu zamonaviy tablo bilan jihozlangan. Yo'q, ko'rsataman. O'zingizlar ko'rasizlar, bu yonishini qaranglar, nima deyapti bu? Patachas hammasi bor. Endi bunda pavorotnik hammasi bu yoqda udobniy. Mana knopkaga o'xshab bosib o'tirmaydi. Knopkada faqat bu ikkita qolgan, avarinka bilan fara bo'ldi. Ruchnoy gaz, har doimgidek oldi orqa qo'shadigani. Bundan tashqari tashbaqa quyon va yerda skorost. Oyoq tegini ko'ryapsizlar, bemalol plashatka katta. Xudo xolisa chiroyli xizmat qilib beradi. Bu yoq anaqa qishloq xo'jaligi 540 ta 1000 оборот. Keyin va yerda akalar ko'ryapsizlar, datchik o'rnatilgan. Bu datchik nimaniki desanglar, havo kompressoriniki, qancha havo yig'ganini ko'rsatib turadi. Endi sizlar bilan orqasini ko'ramiz. Qani orqasiga mana keldik akalar. Orqasida o'sha har doimgidek распределительlar bularni bemalol mana o'zingizlar qotirib olaverasizlar. Vom обороты, mana qishloq xo'jaligi 540 ta 1000, undan tashqari park trop, ya'ni anaqa pritsep ulagani bosadigan silindr deganimda mana akalar, bosadigan silindrlar turibdi. Orqa gruzopodъемnisi 800 kilo. Shuni ham aytib o'taylik. Ya'ni ko'pchilik so'raydi, boshqa modellarda ko'proq, yo'q, bunda 800 kilogacha bemalol ko'taradi. Mana tashqi bartoy akalar, bartoy toshini ko'ryapsizlar. Unaqa ichki bartoy palovos emas bu, bartoy traktor. Kelasizlar, xudo xolasa xarid qilasizlar aka. Bugun GD 504 traktorimiz obzorini ko'rdinglar. Like, podpisatsiya tugmasini albatta bosishni unutmanglar. Doim Chimgan yengilliklar sizlar bilan birga ulashadi. Birinchi 15 ta mijozga aylanish uchun tezroq pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Chimgan O'zbekiston, hosilingiz kafolat.